Oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish. 2025-2026 o'quv yili uchun ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish Bilimni baholash agentligining may.uz.bmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. may.uz.bmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol, takroriy parol hamda arifmetik ifodaning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirilgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqam dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Agar abituriyent may.uz.bmb.uz saytida oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kirish bo'limi orqali telefon raqami, parol va arifmetik ifoda qiymatini kiritgan holda shaxsiy kabinetiga kirishi mumkin. Bundan tashqari, One ID orqali kirish imkoniyati ham mavjud. Oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik ravishda shakllanmasa, mazkur ma'lumotlar abituriyent tomonidan to'ldiriladi. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi. Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturda mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Diqqat! Ta'lim to'g'risidagi qonunga ko'ra, umum ta'lim muassasasini tamomlamagan o'quvchilar oliy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilinmaydi. Agar abituriyentda umum ta'lim fanlaridan tabaqalashtirilgan ball beradigan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Agar abituriyentda umum ta'lim fanidan maksimal ball beradigan yoki chet tilidan B2 yoki C1 darajadagi milliy sertifikat bo'lsa, undan foydalanishni tanlash talab etilmaydi. Uning ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Agar abituriyentda umum ta'lim fanidan yoki chet tilidan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, xalqaro sertifikat bo'limiga kirib, sertifikat ma'lumotlari kiritiladi va sertifikat yuklanadi. Bunda xalqaro sertifikatlarni 20-iyunga qadar yuklash tavsiya etiladi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan vazirlik yoki idoraga murojaat qilishi lozim. Ariza topshirish bo'limida oferta bilan tanishib, tasdiqlagandan so'ng test topshirish hududi, ta'lim tili va test topshirish alifbosi tanlanadi. So'ngra test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasini aniqlaydi. Agar abituriyent alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishini tanlasa, kasbiy, ijodiy imtihon topshirish uchun o'ziga qulay bo'lgan oliy ta'lim muassasasini ham tanlaydi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tilini ham tanlashi lozim. Agar fanlar majmuasida chet tili birinchi mutaxassislik fani bo'lsa, chet tilidan B2 va undan yuqori darajadagi sertifikatga ega abituriyentlargina tanlay oladi. Saqlash tugmasi bosilgandan so'ng ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqamni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlanganidan so'ng abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Qayd varaqasida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi yakunlanadi. To'lovni Click, PayMe, UPay, Paynet kabi elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida hamda kambag'al oilalar reyestri axborot modulida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi.
Respublika bo'yicha oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng, abituriyentlar 15 kun ichida oliy ta'lim tashkiloti, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligini tanlashi lozim. Ro'yxatdan o'tishning ikkinchi bosqichida oliy ta'lim tashkiloti va ta'lim yo'nalishini tanlamagan abituriyent oliy ta'lim muassasalarining bakalavriati uchun o'tkaziladigan tanlovda qatnashmaydi. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz.